ajoyib tong va erta tongdan qanday ajoyib. Nima sasyapti? Jirosi bunchalik havacha sasib badbo'y bo'lib ketdi. Jinosan. Qishloqi. Nima qilyapsan bu yerda? Ko'ryapsan, hamma joy sasib ketdi. Jirosi, voydon, buncha sassiq. Menimcha hamma narsa zavoddan chiqayotgan bo'lsa kerak. Seni uyga musor tashlab tursam bo'ladimi? Ha, o'sha yoqqa tashlayver, o'sha yoqqa tashlab. Jinosan, bu zavod, buni zavodda aytgan bo'lsa, nelarga aql tashib chiqqan. Bu yerda adiq va shunda nimadir yoqilyapti. Bilib turibman, orqalar vashi nelar sasib yotibdi. Qandaysan? Jitel. To'xta. Qandaysan, Jitel? Yaxshi. Men bitta narsani bilib qoldim. 2 ga 2 ni qo'ysak 5 bo'lar ekan. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so. Nima? Sening ishing joydami? 2 ni 2 ga qo'shsak 5 bo'ladimi? Ha, 5 bo'ladi. Nima deysan? 2 2 ni qo'shsak 5. Bo'pti. Bu aniq miyasi bilan urushib qo'ygan. Menga farqi yo'q. Endi esa mana shu zavodga qanday bo'lmasin ko'ramiz. Voy, jirosim, bu juda ham katta atrofni qara. Unchalik xavotir olma, men bilaman. Degan shu zavodda nimadir fabrika ishlab chiqarilyapti. Videoga tushirma. Farqi yo'q. Jitillar, nima qilyapsan? Uyga musor tashlasak bo'ladimi? Yana meni uyim musor bo'ldimi? Yaramaslar. Yo'q. Musor o'zi to'lib ketyapti. Sizlar to'kasizlar. Bo'ldi. Hali bir kun ishing tushadi-ku. Bar, yo'qol. Bilib qo'y, hech qachon o'zingga ishonma, o'zgaga ishon. Shuncha ma'noli gap aytib yubording, jim o'ptir. Agar musor tashlashsalaring, tashlamaymiz. Lekin shuni bilib qo'y, aybi. Baribir men seni kuzatib turaman. Yo'qolay. Voy, jinosan. Demak, bizlar zavodga bostirib kiramiz. Men zavodni bostirib kiraman. Qondan kirib bo'lmaydi. Bu balchiqmi bu, nima bu? Давай. Jinosan, bu qay. Jinosan bir buncha sassiq. Jinosan buncha badbo'y bashara bir. Nima bu yerda qurol yarog' sotiladi. Shuncha korobkada qurol. Jinosan berdi. Menimcha kimlar boshqaradi. Mana o'zimga ozgina qurol olishim kerak. Trapobik, granata ozgina. Bo'ldi yetadi. Endi ketdik. Jinosan, darhol politsiyaga telefon qilishim kerak.
Of, jarasi bir yerda ochdi. Ha, Jidel, nima Ha, Jidel, nima deysan? menimcha sen bu yerda ochibsan. Nima bor ekan ichida? Basharing yo'yam. Bu yerda qurol bor ekan. Sochib o'tibdi boydan beri jarasar. Bu joyda buzib tashlaymiz. Menga farqi yo'q, ketdi. Bu joyda yurim kelmayapti. Politsiya. Bir. To'da 9 1 Alo! Nima deysiz? Politsiya xizmat deyishladi. Bu yerda bir jinoyat bo'lgan. Sasi balchayotganda joyda atrofni xuddi buzib, bu yerda qurol sotyapti. Hozir politsiyachilarimizni yuboryapmiz. Qaysi qishloq? 13-qishloq. Bo'ldi, politsiyachilar ketyapti, kutib turing. Mayli, kutyapman. Tut. Endi esa ozgina uxlayolaman. Oradan vashim dahu vaqt o'tib ketdi. Kecham tushgan. Ana politsiyachilardan daragam yo'q. Eshik oching. Va nihoyat kellaringmi? Qishloqlar yo'qolinglar. Nimaga kelding? Aroq yo'qmi? Men ichmayman. Puling bo'lsa o'zing olib kel. Kechgacha-miz. Olib kelgansanmi? Ha, olib kelganman. Bo'l. Assalomu alaykum. Bizlar tergov bo'limidan kelganmiz. Qilmay tur. E'tibor berasiz, inshaalloh. Anida bugunda qurol sotgan. Bizlar o'g'rilarni ushladik. 3 ta o'g'ri ekan. Ular qonun buzgan va noqonuniy qurol sotadi. Va siz uni topib olgansiz va sizga minnatdorchilik sifatida rahmat aytamiz. Endi esa ularni qamoqxonaga jo'natamiz. Yaxshi. Biz kecha tushib qoldik. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda o'g'irlik bo'lgan katta. Iltimos, chetga o'ting. Yaxshi. Jinasi yana botib qoldi. Jo'val chiqjo'ga. Jidel, uxlab qolma. Qayoqqa? Bilmadim. Endi esa barcha xayr, sog'-salomat o'tiringlar va men esa uxlashim kerak. Juda ham ko'zim yumilib ketyapti. Qishloqqa aroq topib kelgansanmi? Uyda qolib ketib, to'g'ri tez olib beraman, uxlamay tur. Barcha xayr, endi esa men uxlashga yotdim.